Ular o'ylamagan shu 1 millionlik savdo bo'ldi, endi bo'ldi, butun umr 1 millionlik bo'ladi deb o'ylamagan. Ular ham biladi katta tadbirkorlar. Tushundingizmi? Nishalashdi demoqchiman-da. Zo'r. Mana hozir hamma mana siz ham bloger bo'yicha ekspert bo'lib ketgansizda. Endi u blogerlarning otasizda endi. Shundan kelib chiqqan holatda mana tadbirkorlar o'tgan yili mana hozir bu yil sal kamaydi. Hamma blogerga reklama ber, foyda bersa bermasa. Qanaqa 3 ta instrument bor blogerni to'g'ri tanlab olish uchun. Masalan, mahsulotni aldan shunaqa bor. Men dotda $10,000 reklamaga pul berdim dotda. Rezultat bitta dona sotib bo'lmadi dotda. Shunaqa odamlarni eshitdim-da. Nima qilish kerak bularni tanlab olish uchun? Abdulaziz aka mana bunaqa bo'ldi, qarang. 2 yil oldin, o'tgan yil ham emas, o'tgan yildan boshlab blogerlar sinishni boshladi. Ko'pi yo'q bo'lib ketdi. Auditoriyasi katta bo'lgan blogerlar tadbirkorlar o'yladiki, bo'ldi, ko'p prosmotr bo'lsa, meni mahsulotim sotilar ekan degan anaqa o'tib oldi-da. Hamma duch kelgan blogerda reklama berurdi. U yerda hamma blogerlar mazza qildi. Zo'ri ham, yomoni ham, yaxshi ham auditoriya bo'lsa bo'ldi. Tadbirkorlar shunaqa o'yladi. Keyin siz aytganingizdek ko'p tadbirkorlar tushunib yetdiki, hammaga bergandan foyda yo'q ekan, sotuv yo'q ekan. Demak, o'zini egasiga berish kerak ekan degan tushunchaga yetib keldi. Shunda tadbirkorlar ham bo'lim olishdi. Misol uchun, deylik, Mittimi jamoasi. Yoshlarni blogeri. Shunaqa, auditoriya yosh. Auditoriya yoshlarniki. Yosh bo'lgandan keyin ularda qanaqa reklamalar ko'p ketadi desangiz, eslatma bo'ladigan reklamalar zo'r bo'ladi. Suv reklama. Masalan, o'sha do'cha suv masalan aylantirib tursa, shunaqangi reklama bo'lishi kerakki, insonlarning hammasini puli yeta olish kerak bu mahsulotga. Chunki yoshlarni dostupniy bo'lsin. Yoshlar nima 10,000, 12,000 so'mlik suv ola oladi-da. Lekin mana mana shu shkopimiz $25,000 deb reklama qilsa, yosh auditoriyaga ega bo'lgan odam sota olmay qolishi mumkin. Bu reklamadan effekt ola olmay qolishi mumkin. Bu reklamadan effekt olish uchun auditoriyaga qarash kerak. Podpischik katta soniga emas. Misol uchun 20,000 ta obunachisi bor tadbirkorlar borda. Shu 20,000 ta obunachi bilan millionlab dollar topporsa bo'ladi. Ya'ni auditoriya kuchli. Boy auditoriya. O'sha yerdan bir 3 ta klient chiqsa ham, mana shu $25,000 oshxonadan yetadi unga. Shuning uchun mana shu narsani tadbirkorlar kech bilib olishdi. Mana bu yildan boshlab qo'pol aytdim, bizga o'xshagan auditoriyalar talab yana kuchayyapti. Bizga o'xshagan auditoriyalarga, ya'ni yosh katta auditoriyalarga. Yosh auditoriyalarga mass marketing deydimi, nima deydi? Dostupniy bo'lgan tovarlar. Ular ham zo'r ketyapti. Agar na unisi, na bunisi bo'lmasa qiynalyapti. Mana birinchi uni auditoriyasini aniqlab olish kerak ekan. Kimligini aniqlab olish kerak. Yoshlarmi, kattalarmi, boylarmi, kambag'allarmi yoki bekorchilarmi aniqlab olish kerak ekan. Ikkinchisi, o'shanga qarab turib, yosh katta bo'lish kerak ekan. Yosh katta bo'lish kerak. Undan tashqari, yosh kattadan tashqari platejeспособность bor-ku, ya'ni moliyaviy holatiga ham qaraladi. Auditoriyasida sizni auditoriyangiz moliyaviy holati qanaqa? Mana yaxshi aka, boylar, biznesmenlar ko'p. Men bir nechta katta biznesmenlarni bilaman, o'zini akkauntidan kuzatmaydi. U akkauntini ishxonadagilar boshqaradi, ya'ni marketing bo'limi. O'zini boshqa profili bor, o'sha profilidan podpiska tashlaganlarni bilamiz. Shunaqa. Milliarderlarni aytayman. Mana ham shunaqa bo'lgan. Ana unda ham bitta o'sha taniqli aka aytayotdilar-da, yaxshi ketyapsiz zotdilar-da. Men endi u odamni Instagram ham tutmasa kerak degan o'ylardingiz-da. Milliarder odam. Shunaqa deb o'ylardim. Yo Abdulaziz zo'r ketyapsiz, mashq ketishda ketavering. Yaxshi olib boryapsiz dedilar-da, e'tirof qo'ydilar yani. Xursand bo'ldingizmi? Xursand bo'ldim. Men aytmoqchiman, meni kutuvim unaqa emas-da. Ular kimdir yordamchilari, pomocniklari ularga ma'lumot olib kelib tursa kerak desam, aytganingizdek, anaqa kuzatisharkan ular ham. Hamma kuzatar ekan Instagramda, baribir obunachilar hozir O'zbekistonda qancha bo'ldi Instagram obunachilar? 8 million deylik. 8 million. Yaxshi, bu katta qismda bu. Da, men shuning uchun ismini hozir ayta olmayman-ku, etkilarim ko'p ketyapti-yu. Anaqa obunachilarim ichida zo'rlari bor ekanda. Keyin biron bir video chiqarishdan oldin o'sha odam kuzatyapti-yu deb ham video olaman. Mas'uliyat tashlar ekan. Mas'uliyat bo'ladi baribir. O'shani
anaqangiz filtr bo'lib qoladi. Ha, jinni sanga narsa qilmay deyman. Hazil qilsam ham u odamga yoqadigan hazil bo'lsin deyman. Chunki o'sha odam atrofida ham odamlar shunaqa-da. Dash siz o'sha auditoriyangizga moslashni boshladingiz. Da, moslashmayman. Chunki tushunyapsiz kimlar auditoriyangizligini, ungacha Shunaqa. doimiy undan o'sib ketadi, zo'r. Eng sizda esda qoladigan eng g'alati reklamangiz qanaqa bo'lgan? Qani. Noodatiyymi? Noodatiy reklama bo'lganmi? Hech. Siz esingizda bormi noodatiy? Meni esimda yo'q. Nima esda qolgan meni reklamamda? Birinchi hayolim kelgan narsami? Ha. Noodatiy bo'lganda anaqa esda qolgani. Ko'mir reklama qilgansiz. Meni ham hozir hayolimga o'zi ko'mir keldi. 6 sekundmi? 6 sekund degan ko'mir reklama qilganimiz, noodatiy bo'lgan. Shashlik qildingizmi? Da. Ana unda bolalarni piknikka olib chiqdim. Suvni olib chiqdim o'zi bir varray uchirishga olib chiqdim. Varray turuvdi mashinada ko'rdingizmi? Varray olib chiqdim-da. Mashinani qo'yib qo'yib, suvni oldida hech kim yo'q joyga olib borib mana qildim. Ko'mir oldim-da. Ko'mir oldim. Upakovkada, endi nomiga qaramadim. O'sha endi viloyatga ketsangiz, любой bittasini olasiz. Borgandan keyin tosh ko'mirda. O'tin yo'qda, o'tin olmaganman. Yoqish kerak-ku. Eslolmayman. Xitoman, 6 sekund olmaymanmi deyapman-da. Reklamani kuchida. Reklama kuchi. O'sha noodatiy reklamalardan bitta shu bo'lgan. Bolalarni to'polon nechumi? Ha, zo'r. Endi uy tabiiy bo'lyapti-da. Yana boshqa reklamangiz yo'q unaqa. Unaqalar ko'p, undan olib qaraganda. Masalan, Barbikan bilan shov-shuv bo'lgan, hamma uni pivo deb o'ylashgan, pivo reklama qilsan deb. Evis reklamasi qiziq bo'lgan. Uzoqdan olib kelganmiz uni ham. Keyin ko'p bo'lgan ekan, unaqa tovarlar ko'p bo'lgan ekan. Sizda eng qimmat reklamangiz qancha bo'lgan? Bitta proyektni hisobga oladigan bo'lsak, 27 ming bo'lgan bitta proyekt reklamasi. Bitta post. Bitta post emas, bir nechta post bo'lgan, shu 2-3 oy ichida ana qilib bitta bong'alatib berish kerak bo'lgan o'sha biznesni. Shunaqa bo'lgan. Biznes nomini aytmay. Zapus qilib bergansiz. Zapus qilib berganmiz, qimillatib yuborganmiz biznesni ozgina. Yaxshi bo'lgan, natija bo'lgan. Zo'r natija. 27 ming berdi sizga. U natija olganmi odam? Qancha natija olgan? Hozir ulpatmiz odam bilan. Zo'r bu. Bo'lmasa ulpat bo'lmasdik. Bo'lganmi shuna o'xshamagan reklamangiz ham bo'lganmi? Bu o'xshamagan reklama bo'lsa ham bo'lmagan odamlar. Yo'q, bo'lgan. Vijdonim qiynaladi-da. Vijdonim qiynalgani uchun ana odamga qo'shimcha reklama beraveraman. Bo'lgan unaqa. Lekin undan qarzim, qiymat beraman. Oke, nimadir qilaylik deyman, ya'ni aytaveraman. Qilaylik deyveraman. U davno tugagan kontrakt. Qilaveramiz. Oke, davay bosaylik, davay deyman. Zo'r. G'oyalar sizga qanaqa keladi? G'oya joyida keladi. Joyida keladi. Joyida keladi. O'zi bitta g'oya ustida gaplashamiz. O'zi necha kundir ham o'ylab yuraman. Uni qilishimiz kerak, buni qilishimiz kerak. Kelmaydi, kunlab keladi. Yo'q, kunlab kelmaydi. O'zi biron bir odam bilan gaplashgan paytimda, u bilan suhbat qilganda o'sha yerda o'zi g'oya keladi o'zi. Keyin uni darobotga qilaman, sayqalib beraman. Chap tomondan, o'ng tomondan chopib. Misolchi, mana hozir menga Braufga qanaqadir bitta g'oya o'ylab bering, million prosmotr bo'ladigan. Voy, endi mebel sohasi improvizatsiya deydi. Xo'p, yana siz bilan qilgan videolarimiz boshida o'zi qilganmiz. Mana masalan, men bu yerda bilsangiz, zaratchi qo'yadigan narsa bor. Bundoq qo'yasiz. O'ziga bossangiz bundoq chiqadi. Shunaqa. O'shani sizga men g'oya qilib olib qo'yganman-da. Mana shu orqali keyin bu yog'ini ko'rsatamiz deganman. Masalan, mana shu shkopingizda ham g'oya ko'p-ku. Tegini bundoq bossangiz, silasangiz tegidan tushadi. Polniy naborlar. Bu yerda o'zida ham g'oya ko'p. Mana hozir agar g'oya qiladigan bo'lsak, faqat mana shu mebel improvizatsiya qilib bering, tabiiy, Otabek akani reklama qilaymi Otabek aka, qilmaymi deganlar bitta sizni sotib olish uchun produktingizni. Meni ham produktim.